Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 18-kuni payshanba. Hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə bugünkü xabarlar programmamızın təfsilatını huzurunuza sunmoqchimiz. Diqqət bilan anglag'aysizlar. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa və Qurultay Kişilik Hüquq Komitetining mudiri Zübeyra Shamsdin xonim 17 mart kuni Amerika Virginia Universiteti Qonun fakultetining o'quvchilari tarafidan to'r orqali başlatilgan Kişilik Hüquq haftaligi faoliyatiga alohida taklif bilan qatnashib, o'quvchilarga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlar haqida tafsiliy doklad berish bilan birga, o'quvchilarning Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasiga munosabatli turli savollarga astoydil javob berdi. Dolqun Aysa va Zübeyra xonim suhbatda qilgan so'zlarda mustabid Xitoy hokimiyatining 1948-yili imzolangan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash xalqaro ahdnomasiga xilof holda Uyg'urlarga qarata ilib borgan irqiy qirg'inchilikning javobgarligini o'z ustiga olishi lozimligini ta'kidlash bilan birga, bu ahdnomiga qo'l qo'ygan barliq davlatlarning cho'qim Xitoyga qarshi umumyuzlik harakatga o'tib, Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun amaliy qadamlarni besishi lozimligini bayon qilishdi. Dolqun Aysa va Zübeyra xonim yana kelgusining qonun odamlari hisoblangan Virginia Universiteti Qonun fakulteti o'quvchilarining Uyg'urlarga ko'rsatgan bu xil hissdoshligidan va qiziqishidan alohida mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, tarix sahnasidan jiddiy yo'qolib ketish xavfiga duch kelayotgan Uyg'ur millatining mavjudligini qo'g'dab qilishning insoniyat dunyosining o'rtaq majburiyati va mas'uliyati ekanligini ta'kidlashdi. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish va kelar yili o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish maqsadida 17 mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan xalqaro kechirim tashkiloti birlikda Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish va imzo to'plash harakati olib bordi. Xalqaro kechirim tashkilotining vakillari namoyish jarayonida qilgan so'zlarida Uyg'ur xalqiga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik olib berayotgan Xitoydek bir diktator va mustabid davlatda olimpik yig'ini o'tkazilishining olimpik ruhiga og'ir darajada xilof bo'lib qolmasdan, balki insoniyat dunyosi uchunmi og'ir darajadagi or-nomus ekanligini ta'kidlashdi. Namoyish maydonidan istansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi fondining mudiri, Germaniyadagi vatanparvar diniy o'limolarimizdan Abdujalil Ahmad apandi 2022-yillik qishliq olimpik yig'inining Beijingda o'tkazilishiga bo'lgan noroziligini bildirib mundoq dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Endi hozirgi dunyo vaziyatida, xususan Yevropa demokratik ellarda Xitoydek Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir diktator davlatda olimpikni o'tkazishning o'zi shu Xitoyning jinoyatiga sherik bo'lishdan iborat. Bu xalqarodagi yana adolatni suydigan Xitoyda o'tkazilgan olimpikni boykot qilish uchun elib berilgan namoyish bo'lamdi va iningdan boshqa har qanday faoliyatlarni biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan uni qo'llab-quvvatlashimiz, uningga ishtirok qilishimiz va shu olimpikni boykot qilgan harakatlarni o'zimizmi bunday faoliyatlarni ko'p o'rinlashtirishimiz, ep berishimiz to'g'ri keladi. Bu Xitoydan iborat, bu diktator, bu irqiy qirg'inchilik qilayotgan, Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilayotgan bu zo'ravon kuchga shu dunyo, butun dunyo miqyosida qarshi harakatlarni ep bo'lmasak, u Xitoyning qilayotganiga albatta destek vergan bo'lib qoladi. Ening uchun har qanday bir Sharq Turkistonlik bunday faoliyatlarga aktiv qatnashishi lozim. Amerikada aktiv faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Erkin Tibet o'quvchilari tashkiloti birlikda 17 mart kuni Washingtonda birlashma namoyishi o'tkazib, Amerika hukumatining 2022-yili Beijingda o'tkazilish oldida turayotgan qishliq olimpik yig'inini boykot qilishga chaqirdi. 17 mart kuni tushdan burun Washington shahri hamda bir qism qo'shni shtatlardan kelgan har sohaga xos faoliyatchilar Oqsaroyning shimoliy qismidagi Lafayette maydoniga to'plandi. Bu qitimqi faoliyat jarayonida har qaysi tashkilotlarning vakillari, shuningdek Xitoy zulmining shohidlari so'zladi. Bo'libmi Xitoy hukumatining oshkor holda irqiy qirg'inchilik qilib turib, yana olimpik ruhiga xilof oldi Beijingda yana bir qitim olimpik musobaqasi o'tkazmoqchi bo'lganligi keskin ayblandi.
Shu qatorda Uyg'ur lager shoidi Tursunay Ziyoddin yig'ilishdagi jamoatga o'zining lager hayotini ixcham shaklda bayon qilib berdi. Bo'libmi uning bir muxtay qamalmagan lagerlarning oshkor holda Uyg'urlarni qirish rolini o'ynayotganligini, mushundaq bir hukumatning olimpik o'tkazishiga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydiganligi haqidagi so'zlari zo'r ta'sir qo'zg'adi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim namoyishda qilgan so'zida Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan zo'r irqiy qirg'inchilikning allaqachon siyosiy tus ib bo'lgan hodisa ekanligini alohida sharhlab o'tdi. O sözde o'z kechirmishlariga birlashtirgan holda Uyg'ur ayollarining jinsiy xo'rliqqa duch kelishi, sabiyalarning judolikka giribtor bo'lishi, amdilikda g'oyat zo'r sondagi majburiy emgak sepining hosil bo'layotganligi deganlarning Xitoy hukumati sodir qilayotgan jinoyatlarni oshkor qilayotganligini, Xalqaro Olimpik komitetining musobaqani siyosiylashtirmaslik haqidagi bahonalarining majburiy to'ylashtirish, jinsiy xo'rliq, qiz-jo'konlarni tug'mas qilib etish degandek shuncha ko'p siyosiylashgan hodisalar oldida zodila oqmaydiganligini bayon qilib, biz hozir bu irqiy qirg'inchilikning tomoshabinlari emas, balki sheriklari bo'lib qelyapmiz. Xitoy hukumati xalqaro tashkilotlarni zuvon suralmas qilib etish hiylasini hamda Olimpik komitetiga kengaytmoqda deb xitob qildi. Shu qatorda Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidor Iltabir xonim so'z elib, Xitoy hukumati mushuncha zo'r qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni sodir qilayotgan ahvolda Uyg'urlarning hech qachon zulmga va bostirishga qarshi kurashdan to'xtab qolmaydiganligini, allaqachon faşistik tus elib bo'lgan Xitoy kompartiyasining o'tgan necha 10 yildan buyon davom qilib kelgan Uyg'urlarni osmolasiya qilish urinishining amdilikda zo'r ko'lamli qirg'inchilikqa aylanib bo'lganligini, bundaq bir hokimiyatning olimpik musobaqasiga sohibxonalik qilishini to'sish lozimligini alohida ta'kidladi. Fox Soda xabarlari to'rining 16 mart e'lon qilgan bir xabarda aytilishicha, Amerikada Al-Royni tekshirishdan chiqqan eng yangi natija shuni ko'rsatganki, ko'plagan amerikaliklar Xitoyni eng chong dushman deb qaraydi ekan. Chunki Xitoydan taralgan koronavirusi bu ikki davlatning munosabatini g'oyat zo'r darajada yomonlashtirib o'tgan. Xabarda ko'rsatilishicha 45% amerikalik Xitoyni eng chong tahdid deb qaraydi ekan. Bu o'tgan yil shunda qargan 22% amerikalikning ishga hassiga to'g'ri keladi ekan. 2019-yilning oxirida Xitoydan tarqalgan koronavirusi Amerikada 500 mingdan ko'p odamning jiniga zomin bo'lgandan keyin Amerika xalqining Xitoyga bo'lgan nafrat va dushmanligi borgan sari kuchayib ketgan. Koronavirusidan boshqa yana Xitoyning Amerikadan foydalanishni ko'zlagan tashqi savdosi, Uyg'urlarni qabih usulda bostirishi, Hong Kongning oliy avtonomiyasini yo'q qilishi va rayonlar aro elib borgan zo'migarlik siyosati Amerika hukumati va Amerika xalqining noroziligini kuchaytgan. Analizchilarning qarashicha Bayden hukumati Xitoy bilan bo'ladigan tashqi siyosatida xalq ra'yini nazardan saqit qilinmaydi ekan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaning 21-asrda yuzlanadigan eng chong geosiyosiy siniqi Xitoyga qandoq taqobil turish, Xitoy hozir iqtisod, diplomatiya, harbiy kuch va texnika jihatdan kuchlangan, biz umid qilgan dunyoviy tartib va qimmat qarashga eg'ir tahdid elib kelayotgan birdan-bir davlat deb aytgan bo'lib, Xitoyning bu tahdidini tugitib dunyoviy tartibni asliga keltirish Amerika xalqi va Amerika hukumati uchun tahirsiz masalaga aylangan. Yillardan buyon Xitoy hukumatining eng sodiq ittifoqdoshi deb qaralayotgan Pokiston hukumatining bir qism amaldorlari o'tgan haftaki saylamda hukumat binosidan bayqalgan maxfiy kamera sababidan Xitoy haqida yangi g'ulg'ula boshladi. Hozirgi vaqt xabarlarining xabarda aytilishicha, o'tgan juma kuni Pokistonda o'tkazilgan parlament saylamida saylam zaliga Xitoy hukumatining yoshirincha josuslik kamerasi o'rnatib qo'yganligi fosh bo'lgan. Buning bilan parlament a'zolari o'rtib bo'lib ketgan hamda saylam faoliyati to'xtab qolgan. Xabarda aytilishicha, shu kuni parlamentning senator rais va muavin rais nomzodiga maxfiy holda bilet tashlanadigan bo'lib, saylamning yerimida tamdagi yoshirin kameraning bayqilishi bilan hammali kishi bekla g'azablangan. Navbatda mazkur josuslik kamerasining o'rnatilishi haqidagi boshqa tafsilotlar tekshirilayotgan bo'lib, ba'zilar buning bilan Xitoy Pokiston o'rtasidagi do'stlikka daz ketishi mumkin deb qaramoqda ekan. Texi yaqinda Pokistondagi Xitoy elchixonasining madaniyat maslahatchisi Jang Xiching o'zining Twitter betida hijobingni ichivat, ko'zlaringni bir ko'ray deb uchur yo'llab qo'yib, pokistonliklarning qattiq g'azabiga duchor bo'lgan edi. Yangi Zelandiya matbuotlarida xabar qilinishicha, shu joydagi Uyg'ur ko'chmanlari hamda bir qism hukumat amaldorlarining o'xshamagan nuqtalardan kuch chiqarishi natijasida Yangi Zelandiya hukumati Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan bog'lanishliq bo'lgan mahsulotlarni import qilmaslik va magazinlarda sotmaslik to'g'risidagi chaqiriqlarga duch kelishga boshlagan. Bo'libmi Angliya, Kanada va Avstraliya qatorliq davlatlarda qanot yoydirilayotgan zamonaviy qulluqqa qarshi turish faoliyatlarining ta'sirida Yangi Zelandiyadagi har qaysi cho'ng shirkatlarning liderlari bu masalani jiddiy o'ylashayotganligini hamda hukumat taraf bilan moslashgan holda ish ko'rmoqchi bo'layotganligini bildirgan. Bu xildagi ahvol izchil Xitoy bilan sog'lom munosabatda bo'lib kelgan Irlandiyada yaqindan buyon Uyg'urlar masalasi tufaylidan ba'zi yangi chaqiriqlarga sabab bo'lishga boshlagan. Irlandiya senatorlaridan Malcolm Byron Amerika ovoziga so'z qilib, biz Xitoy bilan davomli savdo aloqasida bo'lishni xohlaymiz.
Ammo Beijing hukumatining Uyg'urlarga, Tibetlarga va Hong Kongga qilayotganlari butunlay xato. Biz bu xil yo'lsizlikqa ko'z yumolmaymiz degan. Ma'lum bo'lishicha, bag'an siri ko'plagan g'arb davlatlari o'zlarining iqtisodiy jihatda Xitoyga beqinib qilishdak holatini o'zgartirishga tirishayotgan bo'lib, buningdagi bir muhim sabab ularning zulmga sherik bo'lib qilishdan ansirash tuyg'usi ekan. Dünya Uyghur Qurultayıning Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasiga xizmatchi qabul qilish e'loni. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan oldimizda Fransiyaning poytaxti Parijda quriladigan ishxonasi uchun to'liq kun xizmat qiladigan muoshliq programma yetakchisi qabul qilinadi va Fransiyaning o'lchami bo'yicha sug'urtaliq maosh beriladi. Qabul qilinadigan xizmatchi xodim jazmani oliy maktab diplomiga ega bo'lgan bo'lishi, fransuzchani yuksak saviyada bilgan bo'lishi, inglizchani belgilik saviyada bilgan bo'lishi shart. Ondan boshqa yana Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasida cho'nqur ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, xalqaro munosabat, diplomatiya va siyosiy bilimlarda ma'lum asosga ega bo'lgan bo'lishi, normal 8 soatlik xizmat vaqtiga kapolatlik qilish bilan birga jiddiy ahvollar ostida, bayram va ta'til kunlarida fidokorlik ko'rsatib xizmat qilishga tayyor turadigan ruhga ega bo'lishi lozim. Dünya Uyghur Qurultayıning Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasi Qurultayning Fransiyadagi to'liq huquqli vakolatchilik organi bo'lib, bu ishxonaga qabul qilinadigan programma yetakchisi Qurultayga vakolatan Fransiya hukumati, parlamenti, Fransiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq va ommaviy tashkilotlari bilan keng doirada munosabat o'rnatib, Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati bilan yaqindan moslashgan holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasining Fransiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga g'ayrat qiladi. Agar o'zingizda bu sharafli xizmatga loyiq ko'rsangiz, 2021-yili 4-oyning 15-kunidan burun tövandagi aloqalashish adresi orqali o'zingizda Dünya Uyg'ur Qurultayı markaziy ishxonasiga tizimlating. Qurultayning rasmiy tor betidan bu vaqtdagi e'lonning yanada tafsiliy mazmunini ko'ra olasiz. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr, xo'sh.